Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endi men yangi video chiqarishni boshladim va yangilangan tarkib bilan mana bu Dream League Live Soccer o'yinida oxirgi o'yinni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu videoni ko'rishdan oldin kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Abbosbek 16 Shots va biz videoni boshladik. Yaxshi jamoa, jiddiy. Va biz o'ynashni boshladik. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Va jarima zarbasi ishlab oldik. Yet. Afsuski. Pas juda ham xush ketdi. Afsuski. Yaxshi imkoniyat bo'lgan edi, ammo qo'ldan boy berildi. Yaxshi tezlik bor ekan. Mana Cannavaro. O'tma. Fernandes. To'xtat. Молодец. Passing. Alvarez. Oblakka yetib kelmoqda top. Offside. Oblak yetib kelsa bo'lar edi, yetib keldi. Zarba cho'tga edi. Afsuski gol bo'lmadi. 40-daqiqa. Hisob 0-0. Bruno Fernandes. Juda zarba. Yaxshi zarba edi portugaliyalik futbolchidan. Hozir yaxshi tarkib format tanlagan bo'lishi mumkin. Mandekdan o'tdik. Afsus, birinchi taym tugadi. Va Husanov mana bu yerga tushgan nazar bo'lardi. Hozircha almashtirmay turamiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ketdik. Isak, Alvarez, Neves, Cannavaro oldi. Birdan shigacha top bitma. To'xtat mana. Turq so'qdi. Yaxshi imkoniyat. Afsuski. Bizlar uchun yana bir imkoniyat. Hozir shu yerdan zarba yo'llasak. Bu yerga beramiz. Bu yerga. Afsuski bu yerga deb. Husanov. Cannavaro yetadi. Oblak. Riedel.
pastga osilib ketdi-ku, afsuska yetdi. Voy, o'tmayapti nimaga pastlar. Pastlarim o'tmayapti. O'tdi kuchli pas. Barrios, Alvarez, Onana, Pacho, Isak, Bruno Fernandes. Voy, shu yerda tezlab olsam bo'lmay. Hozir endi yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. To'xtatib qol. Hozir Cannavaro oldi. Bu oxirgi hujum bo'lishi mumkin. Obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar. Gol. Chista gol. Obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar, obunachilar. Abbosbek 16 Shorts kanalimning nomi. Endi hozir himoyani kuchaytirishimiz kerak. Juda ham kuchli qilishimiz kerak himoyani. 2 daqiqa. Kutishimiz. Kut. Oblak. Offside. Qo'lim qaltirab ketyapti hozir. Tugadi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar. Hozir 1-0 ga yutdik. Bazir yomon jiddiy raqib ekan. Jiddiy raqib uchradi bizga. Reklama ko'rishga majburmiz. Buni reklama qilishim kerak. Turkcha qilishga majbur bo'ldim. Dilisini. Chunki inglizchada hech nimaga tushunmayman. Va bizga Cannavaro tushgan edi, Natanga hozir va bu video nihoyasiga yetdi. Do'stlar, obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar.